Azizlarim, Ra'noxon yangi sovg'asini olib kelibdi Qorbobodan. Va, Krismas o'g'lim chunqida. Kattaligini qaranglar, ichida nima borligini mana bunaqa menimcha o'yinchoqlari bor ichida, juda ham og'ir ekan. Buni bog'chasidan bergan, buni bo'lsa karate to'garagidan sovg'a berishibdi Ra'noxonga. Ra'noxon juda ham xursand. Kechqurun ham uyimizga Qorbobo kelar ekan Ra'no uxlagandan keyin. Xullas, sovg'ani ochib ko'ramiz endi nima bor ekan. Bog'chamizni o'yinchoqlarini qurib tayyorlab bo'lishdi. Chasok ekan bu o'rtoqlar, bu juda ham qiyin ekan. Opasi qilib berdi to'g'risi. Buni men ham miyam chiqishmadi. Mana korobkasi bu tarafda. Bu yoqda coffee shop. Bu yoqda har xil gul do'konlari, mana bu yoqda non do'koni ekan. Shu yoqda nima desam ekan, olib sotarlik o'yinlarini qildi. Do'konchi o'ynab opasi bilan. Lekin bog'chaning sovg'asi juda ham chiroyli, faqat qiyin ekan. Bu yoshdagi bolalar uchun juda ham qiyin sovg'a. Hatto opasi ham shuni 3 soatda har bittasiga 1 soatdan vaqt ketdi qilishi. Hamma chasoklarni, rasmlarni bitta-bitta yopishtirib chiqdi. Opasiga kattakon rahmat.